Taksi haydovchilari 2026-yil 1-yanvardan boshlab soliq to'lashadi degan xabarlar tarqalmoqda. Shu haqda aniqroq ma'lumot bera olasizmi? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 8-iyundagi 47-42 sonli qaroriga muvofiq yengil avtomobil transportida yo'lovchilarni tashish faoliyati o'zini o'zi band qilgan shaxslar shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat turlari ro'yxatiga kiritilgan va amaldagi soliq qonunchiligiga muvofiq mazkur shaxslarning o'z faoliyati natijasida olgan va 100 million so'mgacha bo'lgan daromadlari jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idan ozod qilinishi ko'rsatib qo'yilgan. Biroq O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 12-avgustdagi 247 sonli qaroriga muvofiq mazkur tartib, ya'ni 100 million so'mgacha bo'lgan soliq imtiyozi 2026-yil 1-yanvardan boshlab bekor qilinishi ko'rsatib qo'yildi. Endilikda 2026-yil 1-yanvardan boshlab o'zini o'zi band qilgan shaxslar daromadining 1 milliard so'mgacha bo'lgan qismidan 1% stavkada aylanmadan olinadigan soliq to'laydi. Masalan, taksichilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxs 1 million so'm miqdorida mazkur faoliyatdan daromad oladigan bo'lsa, mazkur shaxsga 1%, ya'ni 10 ming so'm miqdorida soliq to'lashi shart hisoblanadi. Shu o'rinda savol paydo bo'lishi mumkin: soliqlar qanday to'lanadi? Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 2-apreldagi 200 sonli qaroriga muvofiq o'zini o'zi band qilgan shaxslarning soliqlari soliq agenti tomonidan ushlab qolinishi va byudjetga o'tkazib berilishi ko'rsatib qo'yilgan. Mazkur holatda taksichilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi o'zini o'zi band qilgan shaxsning soliqlari soliq agenti, ya'ni taksi agregatorlari tomonidan ushlab qolinadi va tegishli tartibda davlat byudjetiga o'tkazib beriladi.